Sizlar ham zakazdan chiqarishdan o'ramay va shuni aytib qo'ymoqchiman sizlarga, mana bu spreyimizni ko'pda insonlarda hidlanish bo'ladi, bilasizlarmi? Terlash, hidlanish yoki sarg'ayib qolish, qo'ltiq osti shu narsalarga eng zo'r tavsiyam mana blokировать qiladi. 3 kunda rezultat keladi, 3 kunda. Ya'ni buni sepganlardan keyin terlash, hidlashlar 2 kun davomida yo'q bo'lib turadi. Va shu narsani plus bor. Plus narsalarimiz bizning lechebniy hisoblanadi. Sizni davolashni boshlaydi, hidlanishdan ketkazishni boshlaydi. Terlashlar, hidlanishlar hammasini ketkazadi va sizda hech qanaqa terlash, hidlanishlar yo'q bo'ladi. Xohlasangiz sharik usuli bor, mana sharik usul deganingiz bor. Effekt do 4 dня. Bir kunda sursanglar 4 kun davomida siz terlamaysiz, hidlamaysiz va sizni bu davolab ham beradi. Mana bu uni sprey ko'rinishi. Shularni klientlarimiz bu yog'iga kulli isiydi, terlashlar, har xil kiyinganda zapxlar kelib turishi g'alati. O'shaning uchun sizlarga bemalol tavsiya qilishim mumkin. Hidlanishlar, terlanishlarni ketkazadigan shunaqa dizayner va sharik va dizayner antispirantlarimizni olib ishlatib ko'ringlar. Effekt zo'r.